Okey, bir qarich plyonka ketardi-yu, qorsiz bo'lmaydimi deydigan klientlarni mashinasini mashinaga cho'zib turib, bruni plyonka qilib beramiz. Albatta, hazil bu hozir eksperiment qilamiz. Bruni plyonka haqiqiy poliuretan bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa shoklaylarsiz cho'zilishi kerak. Videoni kuzatib borasizlar. Plyonkamizni 10 sm ga kalta, ko'rayotganingizdek bu tarafigacha qo'yganmiz, bosh qismida turibdi. Endi boshlaymiz. Yoki shampun tegish kerak, esingizda bo'lsin. Ana kile o'ynab qolishlar mana mashinasidan bo'ladi. Shampun yaxshi tegmaydi. Ushab qoladi, to'ppa-to'g'ri. Ikkita odam ikkita chetidan birinchi bo'lib tortib olish kerak bo'ladi. Va tez fiksatsiya qilib olishimiz uchun mana chet qismini ikkala tarafini spirtda chayib olamiz, ya'ni qo'yilgan paytda qotirib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Ko'rayotganingizdek plyonkamizni ikkala tarafga ham yetdi. Bitta e'tibor berish kerak bo'lgan jihatimizni sirazi qo'yib yuborilmaydi. Yon taraflarni spirtda chayib olamiz. Bu narsa menimki tortib turilgan kuchni kamaytirib beradi. Ko'rganingizdek, eksperimentimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu hech qanaqa plyonkada kleylar o'ynash, shunga o'xshash holatlar bo'lmadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmaysizlar.